100 yillar naridan izlang nishona kimlardir sho'roga sotilgan edi. 4-oktyabr milodiy sana Abdulla Qodiriy otilgan edi. Bu mungluq xotira singmay hayotga yo'l olmish eng qutlug' abadiyotga, o'q otgan edilar adabiyotga, Abdulla Qodiriy otilgan edi. Sodir bo'lmagaydir hech narsa yo'qdan, olov ham gurullar pinhoniy cho'g'dan, mehrobdan chayonlar uzatgan o'qdan Abdulla Qodiriy otilgan edi. Topmadik xatoda biror tengingni, o'zgartirmading-a hech ham o'ngingni, yoniga borgil deb otabegingni, Abdulla Qodiriy otilgan edi. Toshkan osmonida uchgan unlarim, ha do'stlar, shundandir qaro tunlarim, jimgina pichirlar o'tgan kunlarim, Abdulla Qodiriy otilgan edi.